Assalomu alaykum. Hozir bitta zapravkaga benzin zapravlayotgani kirdim. Zapravkani oldida obodonlashtirishdan ikkita ayol ishlayapti ekanda. O'shanga men ko'pdan bir orzu qilib yurardim. Bir qo'limga pul tushib qolsa, mana shunaqa narsalarni olib odamlarga ko'rsatib qo'yaman deb nima ozgina pul tushib qoldi qo'limga, bir 100 ming 200 ming pul tushib qoladi. O'shanga shular issiqda ishlayapti, bularni ham bir hurmatini qilaylik dedimda, ikkita lavash oldim, ikkita Pepsi oldim, kichkinasidan. Hozir boraman, borib shahrimiz go'zalligiga qo'shayotgan hissalaring uchun rahmat deb shu narsalarni berib ketaman. Nimaga ko'rsatib qilyapman bu narsani? Men doim qilganman bu ishlarni, ko'rsatmaganman. Lekin nimaga ko'rsatib qilyapman? Men bilaman-da nima. Shahrimizda boylar ko'p, oshxonasi bor insonlar ko'p. Shu insonlar shunaqa insonlarga ozgina e'tibor bersa, bular ham bir hayotda xursand bo'lib qoladi deb o'ylayman-da. Mana ko'rinyaptimi, yo'qmi bilmayman. Mana shu insonlar. Hozir boraman, borib shu narsalarimni berib, rahmat deb ketaman. Men mana blogerlarimizdan ham iltimos qilgan bo'lardim. Agar o'sha oshxona egalari ham masalan biz qilamiz, sen ko'rmaysan-da deyishlari mumkin, lekin ko'rsatib qo'yavering, butun dunyo ko'rib qo'yaversin sizni rahmli insonligingizni. Men ko'p insonlarni ko'ryapman, yashirib ikkinchi xotinga uylanib, tagiga kvartira olib berib, mashinasini olib berganlar bilan ham gaplashyapman-da. Shunaqa qilishga nima qilyapsiz-ku? Men shunaqa insonlarga ham yordam qilib qo'yaylik. Men do'stlarimga aytgan edim yaqinda. Menda shunaqa bir yaxshi narsalar bor, shunaqa g'oyalar bor. Oddiy insonlar uchun, oddiy inson. Menga taqdir qanaqadir bir moddiy tomondan yordam bersa, men uni bo'lishaman-da hamma bilan. Men o'zim bosib olib yotmayman-da, shunaqa insonman. O'shanga shu insonlarga shuni beraman, duolarini olib ketaman. Sizlar ham qo'llab tursalaring, xudo xolasa bularni bunaqa insonlar juda ko'p. Ko'nglini ko'tarib, shu ishga rozi bo'lib, shunga rozi bo'lib qilyaptimi? Malades, respekt deymizda. Ozgina shu arzimagan pul bo'ldi, shu 70 ming 80 ming so'm pul bo'ladigan narsa. Lekin ko'ngli ko'tariladi-da. Men ko'ngillarda ish qilyapman-da, tushunyapsizlarmi? O'shaning uchun haligi buni maqtanish uchun qo'ymayapman, boshqa uchun qo'ymayapman. O'zimman muhtojman kerak bo'lsa. Lekin menga ozgina taqdir nima tuhfa beribdimi, o'sha tuhfani bo'lishaman odamlar bilan. Bo'lishib, xudo xolasa chiroyli qilib yashayman bundan buyog'iga deb niyat qildim. Rahmat, salomat bo'linglar.